Toshkent shahridan 85 ming 90 ming atrofida uy qidirayotgan mijozlarimizga xudo xolasa yana bitta yaxshi variant bor. Ipoteka qilib bank orqali olsanglar ham bo'ladi. Yangi Hayot tumani Binokor mahallasiga kelganmiz. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya bor joydan yangi patkulch uylarimiz sotuvga qo'yilyapti. Uglovoyda joylashgani $89,900. Uni yonidagi bo'lsa $85,000 so'ralyapti. Tupik ko'cha bo'ladi bu tarafi, mana bu taraf uglovoy. Mana shu uglovoydagisi $89,900. Kanalizatsiya ham bor, zo'r joyda joylashgan. Transportlardan hammasi bor bu tarafda. Xullas, qidirgan hamma sharoitni atrofingizdan topasiz. Orientir beradigan bo'lsa, Food City'ga ham, Sevgili yangi betonkasiga ham yaqin lokatsiyada joylashgan. Ana endi hovlini ko'ramiz. Hovliga bitta mashinani bemalol olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Hovlini chiroyli qilib, tekis qilib burchakka qilingan, qurilishiga umuman pul ayashmagan. Bu quruvchi akalarimiz o'zimizga yaqin bo'lgan akalarimiz bo'ladi. Qurilishiga umuman pul ayashmaydi, sifatiga birinchi o'rinda e'tibor berishadi. Shunda kelganingizda o'zi bilinadi, uyga umuman pul ayalmagan, sifat bilan qurilgan, remontiga ham yaxshi narsalar ishlatilgan. Hovlidan boshlab ko'radigan bo'lsak, darvozadan bitta mashina kirsa, bemalol bitta mashina olib qo'ysanglar bo'ladi. Hovlida bitta hojatxona qoldirilgan hovli uchun, ko'ryapsizlar. Uy oldi tarafidan podvolga tushsak bo'ladi. Ustlari leksan qilib yopilgan, podvolni ham baland katta qoldirishdi. Uyi katyollari podvolga joylashtirilgan. Podvolni ham hozir ko'ramiz. Podvolni ko'ringlar mana. Podvol juda baland. Baland, havo zo'r aylanadi. Qanaqadir muzdek bo'lib turibdi. Холодный xona. Podvol juda muzdek zo'r bo'lib turibdi. Mana bu tarafda uy katyollari, to'qkontrli katyollar qo'yilgan, cho'tka qilib, uстановкаlar qo'yishgan. Ana endi uy ichini ko'ramiz. Xona razmerlari ham katta-katta qoldirilgan, o'ziga yarasha zo'r xonadon. Hop, bismillah, uy ichiga kiramiz. Koridorini ko'ringlar, mana keng koridordan xonalar kiriladi. Yaxshi eshiklar qo'yilgan, yaxshi tarkiblardan foydalanishgan. Qimmatbaho, yaxshi abuga yopishtirilgan. Arqon narsa ishlatilmagan. O'ng qo'limizda xonadan boshlaymiz. O'ng qo'limizda zal bo'ladi. Taxminan shu 15-20 kishiga bemalol kutib olsanglar bo'ladi. Katta razmerda. Lustra ham ilib qo'yishgan. Hamma sharoiti bor. Bu zalimizdan bitta spalniyaga kirishimiz mumkin. Spalniyaning razmeri ham kattagina qoldirilgan. Lustralarga faqat pardalarni ilasiz. Bu taraf shuni gilam bilan tashab, ko'chib kelib yashaverasiz, xudo xolisa. Bu tarafda ikkita xona bo'ldi, ko'rdingizmi? Keyingi xonamiz. Yana bitta yotoqxona bo'ladi. Eng asosiysi xona razmerlarini katta-katta qoldirishgan ekan. Shunisi juda yoqdi. Olgan odam qanaqadir maza qiladi. Puliga arziydigan qilib qurishgan. Mana shunaqa arzonroq variant uylarni ko'radigan bo'lsanglar, asosan xonalari kichkina bo'ladi. Keyin ko'pchilik sifatsiz materiallardan foydalanib qo'yishadi. Sanuzli xonamiz koridorda joylashgan bo'ladi. Ushovoylari, unitazlari hamma narsasi qo'yilgan. Chap tarafimizda oxirgi yotoqxonamiz joylashgan ekan. Xo'p, mana shunaqa yaxshi yangi qurilgan uy olaman deganlarning hammasi niyatiga yetsin inshaalloh. Xo'p, mana shunaqa uy qidirayotganlar bo'lsa, mana shu videoni tarqatib qo'ysanglar, xudo xolasa bu okalar bilan ipoteka qilib bank orqali ham olsanglar bo'ladi. O'ng qo'limizda oshxona razmerini qaranglar, kattaligini. Oshxona ham katta razmerda qoldirilgan. Mana shu o'zida choy ichib, nonushta qilishga mo'ljallashgan. Oshxona mebellari qo'yilgan, yaxshilari ko'ryapsizlar. Lustralangan. $89,900 start narxi, yaxshilab savdolashsanglar, kelishtirib olsanglar bo'ladi. Buni yonida 85 minglik varianti ham bor. Chiqib bunisini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qiziq bo'lsa, videoning tagidagi raqamga bog'lanaverasizlar. Xudo xolasa, savdosi egasi bilan baraka qilinadi.